Ichki ishlar vazirligining Jamoat xavfsizligi departamenti axborot xizmati ma'lum qilishicha, 2026-yil 1-fevraldan A va B toifadagi haydovchilik guvohnomasini olish tartibi o'zgardi. Vazirlar Mahkamasining 636-sonli qaroriga ko'ra, endilikda nazariy bilimlarni o'quv markaziga bormasdan ham o'rganish mumkin, deyiladi xabarda. Ya'ni xohlasangiz onlayn kurslarda, offlayn kurslarda yoki o'zingiz mustaqil tayyorlanib o'qiysiz. Amaliyot, ya'ni rul boshqarish mashg'ulotlari esa majburiy bo'lib qoladi. Bu mashg'ulotlar davlat yoki xususiy nodavlat avto-o'quv markazlarida to'liq o'tilishi shart. Amaliyotni to'liq tugatgandan keyin nazariy va amaliy imtihon topshiriladi. Imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tganlar haydovchilik guvohnomasini oladi. Amaliyotning tugatilganligi haqidagi ma'lumotnoma qog'ozda emas, elektron tarzda rasmiylashtiriladi. Endilikda A va B toifadagi transport vositalari haydovchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash o'quv guruhlarini Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatida ro'yxatga olish tartibi bekor qilinadi.